Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun sizlar bilan hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bu sizning pensiyangizga har oy qo'shilib kelayotgan ustamalar, ya'ni qo'shimcha mablag'lar bilan bog'liq rasmiy ogohlantirish. Agar siz ushbu videodagi ma'lumotlarga jiddiy e'tibor bermasangiz, shunchaki e'tiborsiz qoldirsangiz, katta ehtimol bilan pensiya ustama haqingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu albatta oilaviy byudjetingiz uchun sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va har bir so'zga e'tibor bering. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga tegishli va uni bilishingiz shart. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Keling, boshladik. Muammoning mohiyati oldinlari qanday edi? Ko'pchiligingiz eslashingiz mumkinki, pensiya tayinlashda yoki unga turli ustamalar belgilashda ba'zi hollarda og'zaki ma'lumotlarga asoslanish yoki minimal darajadagi hujjatlar taqdim etish kifoya bo'lardi. Misol uchun, qarovingizda oila a'zosi borligini tasdiqlash uchun faqatgina tegishli arizani yozish yoki mahalla fuqarolar yig'inidan oddiy bir ma'lumotnomani taqdim etish yetarli edi. Ba'zan hujjatlar tizimga bir marta kiritilgan bo'lsa, keyinchalik ularni yangilashga unchalik ehtiyoj qolmasdi. Chunki davlat organlari o'zaro ma'lumot almashinuvini to'liq yo'lga qo'ymagan edi. Bu esa afsuski ba'zi hollarda turli xil noto'g'ri hisob-kitoblarga, hatto suiiste'molliklarga ham yo'l ochardi. Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'lar har doim ham to'g'ri manzilga yetib boravermasdi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat qarori bilan pensiya ta'minoti tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohlarning asosiy maqsadi pensiya tayinlash va ustamalar belgilash jarayonida shaffoflikni, adolatni ta'minlash, mablag'larning faqatgina haqli fuqarolarga, ya'ni haqiqiy ehtiyojmandlarga yetib borishini kafolatlash va shu bilan birga har qanday firibgarlik holatlarining oldini olishdir. Endilikda pensiya ustamalarini olish yoki ularni saqlab qolish uchun rasmiy hujjatlar talabini kuchaytirishga katta e'tibor berilmoqda. Agar siz bu hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmasangiz yoki ular noto'g'ri bo'lsa, avvalgi ustamalaringiz bekor qilinishi yoki yangi ustama tayinlanmasligi mumkin. Bu ayniqsa ma'lum bir muddatdan keyin qayta tasdiqlash talab qiluvchi yoki o'zgaruvchan vaziyatlarga bog'liq ustamalar uchun juda muhimdir. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emas keling. Qaysi turdagi ustamalar haqida gap ketayotganini va kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, har bir nafaqaxo'r o'z pensiya yig'ma jildini ko'rib chiqishi va qanday ustamalar olayotganini bilish kerak. Ammo quyidagi holatlarda ustamalar ayniqsa xavf ostida bo'lishi mumkin. 1. Qarovda bo'lgan oila a'zosi uchun beriladigan ustama. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning pensiyangizga qarovingizda bo'lgan oila a'zosi, masalan, voyaga yetmagan bolalar yoki o'qiyotgan talabalar, nogironligi bo'lgan qarindoshlar yoki o'zingizdan yoshi katta, boquvchisiz qolgan ota-onalar kabi shaxslar uchun ustama qo'shib berilayotgan bo'lsa, siz ayniqsa hushyor bo'lishingiz kerak. Bu ustama ularning sizning qaramog'ingizda ekanligini va boshqa daromad manbaiga ega emasligini tasdiqlovchi hujjatlarga asoslanadi. Misol tariqasida Gulchehra opani olaylik. U 7 yoshda. Gulchehra opa o'g'lining halok bo'lganidan so'ng 2 nafar nabirasini tarbiyalaydi. Nabiralarning biri 15 yoshda maktabda o'qiydi, ikkinchisi esa 19 yoshda kollejda kunduzgi bo'limda tahsil oladi. Gulchehra opa har oyda ushbu nabiralari uchun pensiyasiga qo'shimcha ravishda umumiy hisobda 1000 so'm ustama oladi. Oldinlari bu ustamani olish uchun uning nabiralari bilan bir uyda yashashi va ularni boqishi haqida ariza va mahalla ma'lumotnomasi yetarli bo'lardi. Ammo endi vaziyat o'zgardi. Pensiya jamg'armasi Gulchehra opadan quyidagi hujjatlarni talab qiladi. Nabiralarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ularning otasi vafot etganligi haqidagi o'lim guvohnomasi, Gulchehra opaning o'zi nabiralarining rasmiy vasiysi ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Agar rasmiy vasiylik rasmiylashtirilgan bo'lsa, eng muhimi har ikki nabiraning ta'lim muassasalaridan o'qiyotganliklari haqidagi tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Bu ma'lumotnomalar har o'quv yili boshida yoki belgilangan muddatlarda yangilanib turishi shart. Agar 19 yoshli nabira kollejni tugatgan bo'lsa yoki kunduzgi bo'limdan sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, ustama bekor qilinadi. Shuningdek, ular mustaqil daromad manbaiga ega emasligini tasdiqlash ham talab qilinishi mumkin.
Tasavvur qiling, Gulchehra opa bu hujjatlarni o'z vaqtida yig'ib topshirmasa, oyiga 50 ming so'm miqdoridagi bu ustamadan mahrum bo'ladi. Bu uning oilaviy byudjeti uchun katta zarba bo'ladi. Chunki bu pul bolalarning oziq-ovqati, kiyimi va o'qish xarajatlariga sarflanadi. Ikki nogironligi bo'lgan oila a'zosiga qaraganlik uchun ustama. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz ilk guruh nogironligi bo'lgan oila a'zongizga, masalan turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki ota-onangizga qarayotganingiz sababli pensiyangizga qo'shimcha ustama olayotgan bo'lsangiz, siz ham juda ehtiyot bo'lishingiz lozim. Bu ustama nogironlik holatining doimiy ravishda tasdiqlanishini talab qiladi. Misol uchun Sobir akamizni olaylik. U 75 yoshda, u ilk guruh nogironi bo'lgan rafiqasi Gulnor opaga qaraydi. Sobir aka har oyda rafiqasiga qaraganligi uchun pensiyasiga qo'shimcha 300 ming so'm ustama oladi oldinlari. Gulnora opaning nogironlik holati bir marta vrachlik mehnat ekspert komissiyasi VTEC tomonidan tasdiqlangandan so'ng Sobir aka ariza yozib, ushbu ustamani olib kelardi. Ammo endi bu ustamani saqlab qolish uchun Sobir aka har yili yoki VTEC tomonidan belgilangan muddatlarda rafiqasining nogironlik holatining davom etayotganini tasdiqlovchi yangi VTEC xulosasini taqdim etish shart. Shuningdek, ular birgalikda yashashini tasdiqlovchi mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma ham muntazam talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjatlar yangilanmasa yoki to'liq bo'lmasa, ustama avtomatik ravishda to'xtatiladi. Tasavvur qiling, bu 300 ming so'm ularning oilasining dori-darmon xarajatlari, uyda parvarish uchun xizmatlar, yer yoki kundalik ehtiyojlariga juda katta yordam berardi. Ushbu mablag'ning yo'qolishi ularning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangizga faqatgina yoshingizga qarab, masalan, taqdir yoshdan oshganlar uchun yoki umumiy mehnat stajingizga qarab, agar barcha mehnat staji hujjatlari pensiya jamg'armasida allaqachon to'liq qayd etilgan bo'lsa va ularni qayta tasdiqlash talab qilinmasa, qo'shilgan ustamalar mavjud bo'lsa, siz hozircha unchalik tashvishlanishingiz shart emas. Chunki bu turdagi ustamalar odatda avtomatik ravishda hisoblanadi va ko'pincha qo'shimcha hujjatlar talab qilmaydi. Biroq shuni unutmangki, har qanday holatda ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z pensiya hisob-kitobingizning to'g'riligiga ishonch hosil qilish ortiqchalik qilmaydi. Negaki ba'zan stajga oid ma'lumotlarda ham noaniqliklar bo'lishi mumkin. Ayniqsa mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniq bo'lmagan holatlarda. Istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar, bu qoidalar barchaga birdek taalluqli bo'lsa-da, ba'zi istisnolar va diqqat qilinishi lozim bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar, ba'zi ustamalar, masalan, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun beriladigan ustamalar. Agar ularning maqomi rasmiy hujjatlar bilan bir marta tasdiqlangan bo'lsa va bu maqomning muddat cheklanmagan bo'lsa, muntazam qayta tasdiqlashni talab qilmaydi. Shuningdek, ma'lum bir sohalarda uzoq muddat ishlaganlik uchun beriladigan ustamalar, masalan, to'q-kon sanoatida, sog'liqni saqlashda va hokazo, agar ularning staji to'liq qayd etilgan bo'lsa, odatda qo'shimcha hujjat talab qilmaydi. Ammo bu ham ba'zan avtomatik tarzda emas, balki pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan tizimda tekshirilishi mumkin. To'siqlar va qiyinchiliklar: 1. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Eng keng tarqalgan muammo bu hujjatlarni taqdim etish muddatlarini o'tkazib yuborish. Ko'pgina ustamalar har yil yoki belgilangan muddatda yangilanishi kerak bo'lgan ma'lumotnomalarga bog'liq bo'ladi. Agar siz bu muddatlarni paysalga solib e'tiborsiz qoldirsangiz, ustama to'xtatilishi va uni qayta tiklash uchun ortiqcha vaqt va kuch sarflashingizga to'g'ri keladi. 2. Eskirgan hujjatlar. Masalan, VTEC xulosalarining muddati tugagan bo'lsa, ularni qayta tasdiqlatish shart. Yoki talabalar haqidagi ma'lumotnomalar faqatgina joriy o'quv yili uchun amal qiladi, kelgusi yil uchun yangisini olish kerak. Ba'zi eski namunadagi hujjatlar ham yangi talablarga javob bermasligi mumkin. O'ti, hujjatlardagi nomuvofiqliklar, pasportdagi ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, mehnat daftarchasidagi yozuvlar yoki oila a'zolarining hujjatlaridagi ma'lumotlar o'rtasida kichik bo'lsa ham nomuvofiqliklar. Masalan, familiya harfining noto'g'ri yozilishi ustama tayinlanishini kechiktirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sudga murojaat qilib, ushbu nomuvofiqliklarni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu esa ancha murakkab jarayon. Boshqa muassasalardagi byurokratik kechikishlar, maktablar, kollejlar, mahalla fuqarolar yig'inlari yoki sog'liqni saqlash muassasalaridan
kerakli ma'lumotnomalarni o'z vaqtida olish har doim ham oson bo'lavermaydi. Ba'zan navbatlar, ba'zan esa hujjatni tayyorlash uchun belgilangan muddatlarning cho'zilishi kuzatiladi. Bu esa sizning pensiya jamg'armasiga hujjatlarni topshirish muddatlaringizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 5. Hujjat yo'qolgan bo'lsa. Agar biror muhim hujjat, masalan, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, uni qayd tiklash uchun fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlariga FDY bo'limiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu ham ma'lum vaqt va kuch talab qiladi. Noaniq nüanslar 1. Moliyaviy qaramlikni tasdiqlash. Agar qarovingizdagi shaxsning rasmiy daromadi bo'lmasa, uning moliyaviy qaramligini qanday isbotlaysiz? Bu holatda mahalla fuqarolar yig'inining komissiya xulosasi, qarindoshlarning daromadlari va turmush sharoitini o'rganish natijasida tuzilgan dalolatnoma talab qilinishi mumkin. Ba'zan sud orqali ham moliyaviy qaramlikni tasdiqlashga to'g'ri keladi. Vaziyatlarning o'zgarishi. Qarovingizdagi talaba o'qishini tugatsa, ish kirsa yoki turmush qursa, ustama olish huquqi yo'qoladi. Bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. Agar siz bu haqda xabar bermasangiz va ustamani olishda davom etsangiz, noqonuniy olingan mablag'lar sizdan undirilishi mumkin. 3. Ma'lumotlarni raqamlashtirish muammolari. Ko'pincha davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvining to'liq yo'lga qo'yilmaganligi sababli sizning ma'lumotlaringiz tizimda avtomatik tarzda yangilanmasligi mumkin. Masalan, sizning farzandingiz kollejni tugatgan bo'lsa-da, bu ma'lumot pensiya jamg'armasining bazasiga o'z vaqtida yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun har doim shaxsan o'zingiz tekshirib borishingiz muhim. 4. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Mahalla fuqarolar yig'ini ayniqsa birgalikda yashashni, oilaviy holatni yoki moliyaviy ahvolni tasdiqlashda muhim rol o'ynaydi. Ulardan olinadigan ma'lumotnomalar hali ham ko'plab pensiya ustamalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning faoliyatini va hujjat berish tartibini bilish foydadan xoli emas. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya ustamangizni saqlab qolish yoki uni olish huquqingizni ta'minlash uchun siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'zingiz oladigan ustamalarni aniqlang. Eng avvalo, siz hozirda qanday ustamalar olayotganingizni aniqlab oling. Agar siz aniq bilmasangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning pensiya ishingizdan ko'chirma olishingiz yoki mutaxassisdan aniqlab berishini so'rashingiz mumkin. Bu ko'chirmada sizga tayinlangan barcha pensiya turlari va ustamalar batafsil ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, barcha tegishli hujjatlarni to'plang. Har bir ustama uchun qanday hujjatlar talab qilinishini aniqlang va ularni to'plashga kirishing. Umumiy holda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Pasportingiz, asli nusxasi va nusxasi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, o'zingizniki va qarovingizdagilarning. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, o'lim guvohnomasi agar boquvchisini yo'qotganlik uchun ustama olayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi agar undagi ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak bo'lsa, nogironlik haqidagi VTEK xulosasi, nogironligi bo'lgan shaxsga qaraganlik uchun ustama olayotgan bo'lsangiz, uning muddati va guruhini tekshiring. Ta'lim muassasalaridan ma'lumotnomalar agar qarovingizda talaba bo'lsa, o'qish joyi, ta'lim shakli, kunduzgi va o'qish muddati ko'rsatilgan bo'lishi shart. Har o'quv yili uchun yangilangan bo'lishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnomalar, masalan, oila tarkibi, birgalikda yashashni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, moliyaviy ahvol yoki qaramlikni tasdiqlovchi dalolatnoma, bank hisobvarag'ingiz rekvizitlari ba'zida yangilash talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Asl nusxalarini faqatgina solishtirish uchun ko'rsatasiz, keyin ular sizda qoladi. 3-qadam, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. Hujjatlaringizni to'plab bo'lganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga murojaat qiling. Aynan pensiya ustamalarini qayta hisoblash yoki yangi tayinlash bilan shug'ullanadigan mutaxassisga uchrang. U yerda navbat kutishga tayyor bo'ling, ayniqsa oyning oxirgi kunlarida. 4-qadam, mutaxassis bilan maslahatlashing. Pensiya jamg'armasi xodimiga o'z vaziyatingizni tushuntiring va aynan sizning holatingiz uchun qaysi hujjatlar kerakligini aniq so'rang. Ba'zan umumiy ro'yxatdan tashqari sizning individual vaziyatingizga bog'liq qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin.
Ular har bir ustama turi bo'yicha sizga batafsil ma'lumot berishlari shart. Savol berishdan tortinmang, barcha noaniq joylarni aniqlashtirib oling. 5-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring. Pensiya ustamasini qayta hisoblash yoki uni saqlab qolish uchun tegishli arizani, namunasi pensiya jamg'armasida bo'ladi, to'g'ri va aniq qilib to'ldiring. Arizada aynan qaysi ustama uchun murojaat qilayotganingizni va qaysi hujjatlarni ilova qilayotganingizni aniq ko'rsating. Shoshilmang, har bir satrni diqqat bilan o'qing va tushunmasangiz mutaxassisdan yordam so'rang. 6-qadam. Hujjatlarni topshirish va qabul qilinganligi haqida tasdiq olish. Arizangiz va to'plagan barcha hujjatlaringizni pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Hujjatlaringizning qabul qilinganligi haqida sizga ro'yxatdan o'tkazish raqami berilishi yoki hujjatlarning qabul qilinganligi to'g'risida sizga ma'lumotnoma taqdim etilishi shart. Bu sizning qo'shimcha garovingiz bo'ladi. Agar sizga hech qanday tasdiqlovchi hujjat berishmasa, uni talab qiling. 7-qadam. Jarayonni kuzatib boring. Hujjatlar topshirilganidan keyin belgilangan muddat ichida pensiya jamg'armasidan javob kelmasa, shaxsan murojaat qilib yoki telefon orqali holatni so'rab turing. Qonunchilikda hujjatlarni ko'rib chiqish va javob berish uchun aniq muddatlar belgilangan. Agar belgilangan muddatdan oshib ketilsa, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Unutmang, eng yaxshi strategiya bu oldindan harakat qilish. Hech qanday ogohlantirishni kutmasdan hujjatlaringizni oldindan tekshiring. Ularning muddati tugagan bo'lsa yangilang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligi uchun muhimdir. Yakuniy xulosa va so'nggi ogohlantirish: bugungi videoda biz pensiya ustamalarini olish va saqlab qolish uchun zarur bo'lgan hujjatlar haqidagi rasmiy ogohlantirishni batafsil ko'rib chiqdik. Shuni unutmaslik kerakki, har bir nafaqaxo'rning vaziyati o'ziga xos bo'lishi mumkin va talab qilinadigan hujjatlar ham shunga qarab farqlanishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri va ishonchli ma'lumotni olish uchun avvalo o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish eng maqbul yechimdir. Faqatgina o'z vaqtida va to'g'ri harakat qilish orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan pensiya ustamangizni saqlab qolishingiz va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarning oldini olishingiz mumkin. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa nafaqaxo'rlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni joylab boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.